Xo'p, bismillah. Akalar, dars zaps qildik bu. Bitta aka zaps qiluvdilar, unchalik bo'lmadi, o'xshamadi. Qaranglar, boshdan ko'rsataman darslik qilib. Qurbon kanali uchun. Xo'p. Trading View'ga kiramiz. Trading View'ga kirgandan keyin piruscha bosida valyuta qo'shish. Valyutani qo'shib olamiz. HUSD, HUSD. HUSDni Ovanda blokini olamiz. Faqat Ovanda bilan Forex bilan boshqasi bo'lmaydi. Xo'p. Ovanda kiramiz. Ovanda blokeri. Xo'p, birinchi teoriyasini tushuntiraman. Teoriyasi trend. Buy trend bo'lib shakllanib kelmoqda. Buy trend. Xo'p, buy trendga qaranglar. SMC bo'yicha boss bo'ladi. Ya'ni higher high. Klassika bo'yicha higher high. Maksimumni yorib berdi. Xo'p, maksimumni yorib bergandan keyin biz foydalanadigan narsamiz qaranglar, e'tiborli bo'linglar. Sekinni joyi. Xo'p, mana bu yerga shag'am. Xo'p. Sel shag'am masalan. Chiroyli bo'lsa. Ro'yxat qilibdi internet. Xo'p, mana maksimumdagi sel shag'am. Sel shag'amni soyasi. Xo'p, mana bu yerga keyingi shag'am. Minimumdagi buy sel qizil sariq farqi yo'q. Qanaqa sham bo'lsa farqi yo'q. Xo'p, yashil sham. Xo'p, mana bu soyasi. Qanaqa qaranglar. E'tiborli bo'linglar. Soyasi uzun kaltali farqi yo'q. Shunaqa vaziyatda trend buyga boss u ketyapti. Har bitta bossga ishlatiladi. Xo'p, Fibonacci'ni olamiz. Fibonacci, xo'p, mana shamni eng maksimumdagi shamni tanasidan minimumdagi shamni tanasiga, soyasiga emas, tanasiga tortiladi. Tanasiga tortilgandan keyin, xo'p, o'zimiz Fibonacci'miz. Mana Fibonacci bo'ladi. Fibonacci nomi 1.78 1.88 Fibo. Karol FX Fibosi. Ketdagi qaranglar. Xo'p, mana shunaqa vaziyatda trend mana boss bo'lgan. Boss bo'lgandan keyin trend tanadan tanaga tortiladi. Mana bizning birinchi sel zonamiz bo'ladi. Qaranglar. Birinchi sel zonamiz ana shu zona bo'ladi. Trend keladi. Zonadan sel. Xo'p. Buy bo'lishi ham mumkin. Ikkinchi zona. Xuddi mana shunaqa zonani belgilay olasizlar. Ikkinchi zona aniq sel. Toshma sel. Boshqa variant yo'q. Xo'p, trend keldi Trend birinchi zonaga keldi. Mana bu zonadan 1.618 zonasi, Fibonacci 1.618 zonasidan bitta sel limit 0.01 bilan ochiladi. Trend ketdi, soyotadi. 78 zona. Yana bitta tarifga, 88 zona yana bitta tarifga. Stop loss zonaga kelgandan keyin M5 ga tortilsa, ideal ishlaydi. M5 dan tepasiga stop loss tana bilan yorib o'tishi, tana bilan yopilishi. Xuddi mana shu holatda yopilib bersa, stop loss hisoblanadi. Mana shu holatda yopilib bersa. Mana bu holatda yopilsa-chi. Qizil bo'ladi, yaxshi ko'rinadi. Xo'p, mana switchda xullas. Mana holatda yopilsa-chi? Yo'q. Mayli, salgina otish mumkin tana. Tana otish mumkin, lekin soya bilan stop loss hisoblanmaydi bu narsa. Tushib turashmi? Mana holatga ham stop hisoblamaysizlar. Qachonki yarmigacha o'tib ketsa, tana bilan bo'ldi stop loss hisoblanadi. Bu vaziyatga keyin trend baribir qaytib keladi. Baribir bitta yo'l o'tadi, zonani qaytadi. Qaytgan sellar shunday 0.0 ga yopiladi. Sel yopiladi deb baydalik qilinadi mana bu zonagacha. Bu zonagacha aniq bay borib beradi. Bu zonaga bay bo'lgandan keyin qaranglar, gapirayotgan ish bor. Qaranglar. Shuni tushuntirib ketaman. Bu zona 90% zona hisoblanadi. Bu yerdan sel. Full marja bo'lmagan taqdirda kattaroq lot bilan kirasizlar. Sel yurib beradi, aniq yurib beradi. Albatta qilmaydi. Xo'p, qaranglar, mana bu zonadan bay ochdik. Zonaga yorib o'tdi, bay kirdik mana bu joydan. Xo'p, bay kirdik. Mana bu zonadan nima bilan belgilayman, nima bilan tushunsam bo'ladi. Mana birinchi dars odam hayajondorda. Mana. Xo'p. Ko'k qilaylik shuni. Ko'k zonadan akalar bay kiramiz. Xo'p, 3308. 3308 dan baydiriladi mana bu zonagacha. 20 ga bordi. Xo'p, $12 foydagamiz biz. Bu zonaga kelib bersa agar $12 biz foydali bo'lamiz. $12 foydali bo'lganimizdan keyin qaranglar, bayni oldik, $12 foydagamiz. Xo'p, mana bu zonaga borgandan keyin sel kiramiz. Sel kirgandan keyin bu zonadan sel stop lossi qaranglar. Mana buniki $12 man bergacha foyda bo'lsa, $12 mana stop loss zonadan tepga $12 foyda. Pastdan 0.1 bilan kirilgan. Mana bu yerdan 0.03 bilan sel kiramiz. 0.03 bilan mana bu zonadan 0.03 bilan sel buni stop loss endi qaranglar, mana bu selni stop lossi mana bu yerga bo'ladi. Buni stop lossini qanday hisoblaysiz? 0.03 bilan mana bu zonagacha $12 stop loss bo'lishi kerak. Mana bu foydasi $12 bo'lsa, buni stop loss $12. Buni foydasi $15 bo'lsa, buni stop loss stop lossi $15 bo'lishi kerak. Bitta liniyaga to'g'ri kelishi kerak. Bitta liniyaga qo'yasizlar. Bu risk qilish. Buni hech kim aytilmagan shu paytgacha. Bozorga hech kim o'rgatmagan bu narsani sizlarga.
Mabodo mana bu bayki topdi, birdan sel risk qilindi. 3x birdan 0.1 bilan kelgan 0.3 0.5 bilan kiriladi. 0.3 tavsiya beraman lekin. Sel kiriladi. Agarda mana $20 bilan kirilgan bo'lsa ham bu yerda 0.3 bilan kirilsa tik profit mana bu yerga uradi. Balans $20 balans kam $70-80 foydadan chiqib ketadi. Agarda stop loss oladigan bo'lsa $20 balans o'zi qoladi. Mana bu yerga boradi. Mana bu tik profit $12 mi? $12 ga tik profit oladi. Mana bu stop loss 0.3 ga $12 mi? Stop loss oladi. Balansdan ketmaydi. Bozor o'zidan olingan foydani o'zi yedirish bo'ladi. Ashuna qilib ishlaysizlar. Xo'p. Mana yana bir video darslik qilib MetaTraderga yaxshi tushuntiraman. Stop lossini tik profitini tashlab beraman. Ashuna qilinadi. Ashuna qilingandan keyin mana bu zona neriyani kuchli zona sel ketdi. Endi qaranglar akalar, asosiy joyi. Asosiy joyi. Xo'p. Birinchi zona akalar. Bu yerga ikkita zona bor. Qaysi biridan qayerdan bilamiz degan savolga trend bayki topdi. Mana bostirdi, Fibonacci tortildi. Fibonacci tortilgandan keyin qaranglar. Fibonacci tortilgandan keyin mana bu priyomni impuls bilan chiqib ketmaslik kerak. Impuls bilan chiqsa birinchi zona o'tib ketadi, aniq o'tib ketadi. Ikkinchi zonadan qaytadi. Agarda bu mana bunaqa kolleksiyalar bilan o'ynab chiqib oladigan bo'lsa, birinchi zonadan aniq qaytib beradi. Agar qaytib bermay, tasdiq bermay o'tib ketsa, bu yerdan bay kirib, ikkinchi zonaga boriladi, sel kirasizlar. Ketdi tik profit. Bu yerga birinchi tik profit, ikkinchi tik profit mana bu yerga. Mana shunaqa bo'ladi. Qaranglar, eng ideal ishlab berishi impuls bilan yorib o'tdi birinchi zonani, hech qanaqa kolleksiya bo'lmadi. Mana shuni yorib o'tdimi, bul. Mana bu zonadan full marja sel, bul. Boshqa variant yo'q. Full marja sel, bul, ketdi, o'zi dash sel. Lekin mana bu zonaga kelgan payti, 80% yopib, qolganini bezib qilib qo'yasizlar. Mana bu zona tik profit hisoblanadi. Xo'p, mana bu zonadan qaytib beradigan bo'lsa, buni tik profit 1, mana bu 1 o'rin bo'ladi, tik profit 2 0.618 zona bo'ladi. Mana shunaqa ishlanadi. Xo'p, endi Fibonacci nastroykasiga keladigan bo'lsak, Fibonacci nastroykasi mana akalar. 0 0.618, 278, 178, 1.2618, 1.618, 1.88, 2.88, 0.1 o'rin xuddi mana shunaqa qilib tahlil olasizlar. Mana videodagilar. Xo'p, okey. Endi qaranglar akalar. Xo'p. Mana buni nima qilib rangini o'zgartirib tushunadigan qilib berish kerak. Qanday tashlab qo'yaman. Xo'p, akalar mana. Ketdi qaranglar. Bu yerda men bayni ham berib qo'yaman, mabodo buzib o'tsa, bay ham bor degan mana. Neytralni zonada. Xo'p, qaranglar, hammani tozalaymiz. Xo'p, udalet, men premium tugagan, premium ham yo'q. Xo'p, grafik qayergacha boradi? Tavsiya berganim M5 dan baland time frame ishlatinglar. Atak M1 ga ham ishlayveradi. Xo'p, bozor boshlig'idan boshlaymiz. Ketdi qaranglar akalar. Ko'rganim yo'q mana. Ochaman, mashinadan ochaman, bir boshdan boshlab beraman. Ketdi qaranglar. Ketdi mana akalar. Xo'p, birinchisi qaranglar, tana M1 tanadan, switchdan tanasidan maksimum tanasiga tortdim. Qaranglar. Maksimum tanasiga. Mana birinchi zona kibermay qaytib ketibdi. Ikkinchi zona qaranglar, kelyapti. Kelgandan keyin mana bitta retest yo'q bay. Bayatmen o'l selkirlar shu yerda. Xo'p. Qanday qilinardi endi buni yo'qsini chiqaylik. Akalar mana ikkinchi zona enter qilinadi. Bu yerdan sel, mana bu zonadan bay. Tasdiq bermadi sabab bayga. Ketdi qaranglar akalar. Bay. Mana bu tik profit bilan tik profit olib berdi. Tik profit 2 ga bormadi. Mana bu yerga yo'qsirang bo'ladi. Xo'p, keyingisi M1 ga ishlatyapman buni. M1 ga juda ideal ishlab beradi. Xo'p, birinchi zona ishlab berdi. Qaranglar akalar. Ikkinchi tortilish. Mana minimum tanasidan maksimum tanasiga. Qaranglar akalar. Yo'q, strukturani buzib qo'ydi. Mana ikkinchi zona ishlab bergan. M5 ichiga ketib qo'ygan bu. Tik profit mana bu zonaga bo'lardi, ishlab bergan bu ham. Ichiga ham ishlasa bo'ladi. Ichiga qanaqa ishlasa bo'ladi. Qaranglar. Mana bu ham bir struktura, mana. Keldi, mana zonaga, mana baygirilibdi, ketibdi mana. Tik profit mana bu yerga oldi mana. Tik profit mana bu yerga oldi. Sarqan shundan ham incha. Xo'p, mana birinchi zona ishlagan mana akalar, mana. Birinchi zona, mana. Tik profit 1 mana bu zona, 2 mana bu zona. Birda olyapti. Ketdi siradish kengisi. Mana akalar. Tanadan tanaga. Tanadan tanaga boya ko'rsatgan impuls bilan bozor kelyapti. Impuls bilan kelyapti, mana bay beryapti, ozoqni yuryapti, mana baylar kelyapti-da, mana zona buzib o'tyapti. Baylar o'chirilib yopiladi, sel kiriladi. Ikkinchi zona qaytib bitta retest, sel, retestdan zonadan sel kirsa, mana zonadan bay bilan priyam ish bilgan. Mana keyingisi tanadan tanaga. Mana birinchi zona ishlaydigan. Akalar bozor qo'yilmaydi. Bunga kirish qilinadi. Xo'p, mana keyingisi tanadan mana akalar tanaga. Mana entry. Tanadan tanaga. Bunga aniq qilsa bo'ladi, mana tanadan tanaga.
Mana zona ishlaydigan bo'ladi. Yo'q, xato, uzr. Xato tortdim. Mana bunga bo'ladi. Aka, mana sababi struktura bo'yicha qaraydi mana. Maksimum, mana minimum bo'ladi. Mana ichidagi flit bu. Flitcha tortilmaydi. Maksimum minimumga tortiladi. Mana shu holatga mana sniper kirgan bo'ladi bundan. Mana zona tirstayapti, urilyapti, full tik profit olib beryapti. Tik profit 1, tik profit 2 olib beryapti. Bo'ldi ishlayapti. Endi qaranglar aka. Mana bu vaziyat ham bo'ladi. Mana trend bos qildi, mana. Bos qildi. Tortildi tepaga qarab, lekin zonaga kelib bermadi. Zonaga kelib bermadi. 1 ga ham, 2 ga ham. Ikkala zonaga ham kelib bermagandan keyin mana zona ikkalasiga ham kelib bermadi-da. Buna vaziyatda minimum yangilab qo'ydimi? Mana bu yerga minimum yangiladim, bo'ldi. Atmaymiz zona. Zonaga ishlamaymiz. Mana vaziyat tortamiz keyin. Hali ko'rganmi mana pastda? Masalan, birga ko'ramiz. Mana qaranglar, ideal. Mana zona akalar, mana. Bay. Tik profit olindi. Xo'p, mana keyingisini ko'ramiz. Mana tanaga. Mana akalar, undan keyin enter mana. Mana shu yerdan tirs ketdi mana. Full tik profit, mana tik profit 1, 2. 2 o'yin olingan. Xo'p, akalar, mana undan keyingisini tortamiz. Mana ketdi tanaga akalar mana. Xo'p, mana bu joydan kelyapti, enter beryapti. Mana tik profit full 1, 2 ikkalasini olgan. Ketdi, bu yana oqdi. Endi qarang. Mana vaziyatda mana tanaga tortamiz. Qaraylar, zonaga kelib bermadi. Maksimum buzib qo'ydi mana bu joyga mana. Mana maksimum buzib qo'ydi. Ishlamaydi bu vaziyatga. Mana zona atmang. Zonaga kelib bermadi hisoblanma. To'g'ri kelib berdi mana, keyin kelib berdi, lekin endi keyingisi xavfli kirish. Yo'q, bari kelib bermabdi-yu. Xavfli ekan. Ikkinchi marta ishlamaydi. Xuddi shunaqa ishlanadi mana akalar. Mana tanaga. Tanaga. Mana qaraylar. Zona. Bundan kuchli yana nima kerak? Mana. Bay ketdi. Davay. Mana e'tibor beringlar mana. Mana tana. Pastga yoribdimi? Bo'lib, pastdan tepaga tortiladi. Minimumdan maksimumga. Xuddi shunaqa ishlayveradi. Test qilsak ishlayveradi mana. Qarabdan katta time frame M5 ga mana bu struktura M5 ga. Strukturani ajratib olish kerak. M5 struktura. Sniper borgani yetib olmagan, lekin zona M5 struktura bo'yicha M5 ga tortilgan zona yetib olmagan. Masak. Xo'p, ayta time frame ga ko'ramiz. Tanadan mana tanaga. Akalar mana. Idealni. Tik profit full olgan. Mana zona kiriladi. Tik profit 1 olindi. Mana zona o'z tik profit. Yo, bizbutga qilinadi full ishlayvergan. Xo'p. Mana shunaqa qilib ishlanadi. Mana keyingi struktura mana bu yerdan mana oxirgi struktura shuda mana. Tanadan tanaga tortiladi. Mana savayni o'chib turay mana. Tanadan tanaga tortyapman, mana yana ishlayapti. Keyingisini olib beryapti. Mana tik profit oldi, qaytdi, yana endi ketdi dальше. Mana tanaga. Enter. Akalar bitta stop oldi. Bitta stop o'sha yerga oldi. Hali olgani shu. Nechta enter qilganmiz mana akalar. Xo'p, tanaga yetib olmagan, lekin bu vaziyatga yetib olmabdi. Xo'p, mana bunday qilamiz. Tana. Xo'p, pas. Bu yangi chiqqan bo'lgan bunga mana. Fonni buzib ketgan stop. Bitta stop mana. Stop. Yurmay, umuman ishlayvermayman. Katta buzib ketgan endi mana bu turishga ketadi mana. Mana bu turishga mana bu ishlayvergan. M15 ga. Mana. M15 zonasiga ketgan. M1 stop. M15 ga mana tana bilan yorib o'tmagan zona. Ketdi. Mana birinchisi ham ishlagan M15 ga mana. Birinchi zona ham normal ishlagan, qancha ishlagan ekan. Xo'p, 72 dan bayqilgan bo'lsa ham, tik profit 1 gacha 89, 90 bo'lsa ham 180 pips, 170 pips ishlagan akalar. Mana. M15 ga ishlash, M15 struktura tortlang, mana zona kelib chiqdi. Zona kelib chiqqandan keyin, mana zona kelib chiqqandan keyin kirish uchun M1 ga olasizlar. Любой time frame, hashbet olasizlar, M15 gami M1 ga olasizlar. Eng oxirgi mana zonaga kelishdan eng oxirgi bitta o'rnak struktura. Mana qilsa mana tanadan tanaga bitta tortib olasizlar. Ketdi mana enter mana zona. Ketdi mana. Bo'ldi, enter ishidan qilasizlar. Ketdi. Bu yoq mana zonani ancha kishlashtirib oldim mana. Kishlagan zona ketdi dальше. Mana shunaqa qilib ishlatasizlar. Hozir yarim soat o'tdi darslik ham. Kesib tashlayman buni qilaman xolos. Tanadan tanaga. Mana qaranglar. Birinchi zona ham ideal ishlagan. Birinchi zona tik profitni olib bergan. Ikkinchi zona full marja zona. Full marja zona ishlagan. Buni oldingizda mana masalan. M5 struktura bo'yicha. Hali qilgan zona yetib bormagan. Ishlamayapti. Mana shunaqa ishlaydi. Bu zona o'rtasida ishlaydi. Bu asli mana bu topilishi kerak. Mana topiladi. Mana zona kelib chiqadi.